normal deb bittaman. Men ishonchli. Projon. Nima gap? Hacker. Siz meni itim o'ldirdingiz, tushundingizmi? Endi aralashmay turing, ovoz berishga. Bo'ldi. Men ketaman. Xo'p, Pro'ni uyga ham kirib oldik, do'stlar. Alloh akbar. Meni bo'ladigan joyim bor edi. Choyga keyin kelib O'xshaysan qiyin. Короче, do'stlar, bu turadimi shu yerda? Ovozini eshitmaydi-yu. O'tirsiz bo'lardi. Ovqat tayyor edi. Ovqatni, choylarni xudo xolasa biznikida kelinni qo'lida. To'g'ri, ochib shuni gapirib yuboring. Nu, Ha, aytib otiz turibdi. Qani? Yaxshi. Xo'p. Birovni hacker bor-ku. Odam ekan, joning ochib bitta otib tashladi. Qayerdan kelyapsan? Alekin. Qayerdan kelyapsan deyapman. Boshim og'riyotgan edi. Doktorxonaga chiqazib oldim. Qarang, bitta narsaga rozi bo'lasiz. Mazizga ko'proq ovozga xabar beraman. Ammo men bundan bittasini olib ketaman, bo'ladimi? Mana dori. Ha, voy, nega baqirasan? Doriga chiqqan ekan. Mayli, bora qoling. Xo'p, do'stlar, mana Pro'ni uyga ham kirib oldik. Pro'ni uyga hech kim ishlayapti. Yo'q. Kirganimizda ikkita kattakon seyf bor ekan. Menimcha bu seyf to'g'rimi? Stopam xaridami? Do'stlar, ko'rasizlarmi? O'sha kirishdan mana tilla oldi, hamma narsa bor. Endi bu seyfni o'zingiz ochib berasiz. Men sandiq qarab turaman. Ikkita seyf ochib qo'ying. Xo'p, sandiqda zumrud, olmos, zolota, hamma narsa bularda ham shunaqami ekan? Voy, burada даже blok bizda men olib ko'raman bitta dona. Agar qarshi bo'lsangiz. Mana shu bitta blok o'zigacha oldingi safar aytganman. Qishlog'imizni sotib olsa bo'ladi, tushunasizlarmi? Bitta donasi. Qat'iydi, voy, bu ko'pligidan joyini topdim. Voy, eshik qalinligini qaranglar. Eshik mana uyimni devori bilan bir xil. Qarshiliksiz o'zimga solish yo'li. Eshik ham tilladan ekan, do'stlar. Ikkita eshik yana tilladan, tushunasizlarmi? Seyfi tilladan. Hozirgi odam o'zini manfaati uchun hamma Hadi kirib ko'raman. bitta qiz Wow, просто gap bo'lishi mumkin. O'qtildan qaranglar. Sizga savol-da. bu to'yga qarshilik qilgan bo'lasiz. Shuncha oltin, shuncha boylik nima qiladi? Masalan, shu deyman. Hech ko'rganim yo'q. Do'stlar, Bizga qon bitta, jon bitta. Bizga yaxshi, qizimiz yaxshi. farzandli bo'lsa, nogiron tug'ilsin. Hech narsa bo'lmaydi. Mana shu opis asilamiz bir daqiqa ham uyda o'tirolmaydi. Kim aziyat chekadi? Siz bilan men. Tushunyapsizmi, bu farzandimiz. Gaplarni o'zingcha so'rab tushunasizmi? Siz tushada bo'lib turdingmi? Yo'q, qo'y. Xo'p, bitta ochib qo'yingmi? Bir kirib chiqish shu yoqqa. Aql bilan ish qiling, Siz bu yoqqa turib tururman, bir aylanib chiqing. Hech narsaga tegmayman, qo'rqmang. Do'stlar, mana menga yaqin. Menga qara. Sen menga aql Qadiranim. Eski bir bala bo'ladi. Sen meni oldin yoshimga kirg'azing deymi? Sen aql o'rgatasan. Bo'ldi, men ko'rib oldim. Qattas. Meni oldinga olib Xo'p, eshingizni ochsam, chiqyapman. Mana Pro'nikini ham ko'rdik.